Sulaymon alayhisalom yeriga bir qurg'oqchilik keldi. Shunda Allohdan yomg'ir so'rashlik uchun chiqib namoz o'qigani chiqib ketayotganlarida yo'lda bir chimali ikkita qo'lini osmonga ko'tarib turganligini ko'rishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qur'on va sunnatda faqirlikning dorisi haqida nima deyilgan? Faqirlikning iloji, faqirlikning dorisi Alloh taologa taqvo qilishda, unga tavakkul qilishlikda va duo istig'forda bo'lishlikda. Taqvo nima? Taqvo Alloh subhanahu va taolo harom qilgan ishlardan o'zini uzoq ushlashlik. Taqvo nima? Taqvo shubhali bo'lgan narsalardan o'zini uzoq qilishlik. Taqvo nima? Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan taqvo haqida bir kishi so'raganda, uzoq javob berib aytadiki, tikanlik joyda yalang'oq yurganmisan deydi. Ha, yurganman deydi. Qanday qilib yurgansan? Bitta oyog'imni yerdan uzishlikdan avval qayerga qo'yishimni ko'rib olib, keyin oyog'imni ko'targanman dedi. Taqvo xuddi shunday narsa. Gapirishligingdan burun o'ylashliging, yeyishlikdan burun o'ylashliging bu ayni taqvo deb javob berdi. Taqvodor bandaga nima bor? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allohdan taqvo qilsa, hozirga aytilgan narsalarni qilsa, Alloh har qanday torlikdan kenglikka chiqaradi. Agar faqirlikni biz torlik deb aytadigan bo'lsak, bu kenglikka chiqishligiga taqvo sabab bo'ladi. Shularmi? Yo'q. Va kutmagan, o'ylamagan joydan rizqini yetkazadi. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining hisobi Alloh azza va jallaning zimmasida bo'ladi. Faqirlikning dorisi taqvo, istig'for, duo va tavakkul. Imom Hokim keltirgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Alloh azza va jalla hadis qudusiyda aytadiki, "Law anna ibadi ata'uni la asqaytuhumul matara bil-layli va atla'tu alayhimush shamsu bin-nahar falam asmi'hum sawtar ra'd." Agar bandalarim deydi Alloh taolo, menga itoat qilishsa, ularga tuni bilan yomg'irni yog'dirar edim, kunduzi bilan quyoshni chiqarib qo'yar edim. Ya'ni inson kechqurun yomg'ir yog'adigan bo'lsa, hamma uyda bo'ladi, uxlaydi, birovga ozor bermaydi. Kunduzi quyosh chiqarib qo'yar edim, tirishligini qilishardi va hatto ularga chaqmoqni, momo guldiraydi ovozini eshittirmas edim. Chunki shu momo guldiraydi chaqmoqni ovozini eshitishlik insonning qalbiga qo'rquv olib kelar ekanmi? Itoatkor bo'lganda bandalarim, mana shu chaqmoqni ovozidan ham ularda ehtiyot qilib qo'ygan bo'lardim, ularni qo'rqitmas edim deydi. Kan kitobni oldirilgan ma mutiral qawmu illa bi rahmatin va la quhita illa bi sahatin. Qaysi bir qavmga rahmat bo'lgan yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, bu Alloh taolo shu bandalarni yaxshi ko'rganligi uchun berdi. Endi bir qaysi qavmga yomg'ir yog'masdan qurg'oqchilik kelayotgan bo'lsa, bu bandalarni qilgan gunohiga mukofot bo'lib keldi. Alloh taoloning g'azabi bo'lib keldi deyiladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis: "Innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu va la yaruddu al-qadara shay'un illa ad-du'a." Inson deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'ziga kelayotgan rizqdan gunoh qilishlik tufayli mahrum bo'lib qoladi. Kelmay qo'yadi degani emas. Unda gunoh qilayotgan odamlarga ham rizq kelyapti-yu, harom xarishga o'zini urganda ham zo'r yashayapti desak, bu yerda nimadan mahrum bo'ladi desa, barakatdan mahrum bo'ladi. Bugun 1000 so'm boshiga yog'ilish kerak bo'lgan bo'lsa, 1000 so'm yog'iladi. U bilan 1000 so'mlik baraka ham tushadi. Lekin inson gunohkor bo'lar ekan, shu barakasi yo'q bo'lib qoladi, 1000 so'm tushadi, lekin bebaraka ketadi. Kishi qilgan gunoh tufayli rizqidan mahrum bo'ladi va qadarni faqat duo qaytaradi dedi Rasululloh. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Abu Zar deydi, menga Uhud tog'idagi oltin meni mulkim bo'lganidan ko'ra, shu Uhud tog'idagi oltinni kambag'al bechoralarga tarqatib yuborganligim ko'proq xursand qilardi." Ya'ni bir tomonda Uhud tog'idagi oltin meniki bo'lsa, bu bitta xursandchilik, endi shuni sarf qilishlik menga undan ko'ra kattaroq xursandchilikni qalbimga bag'ishlaydi. Istig'for. Mana aytdik, faqirlikning dorisi istig'for dedik. Man lazuval istig'for ja'alallohu lahu min kulli ziqin makhrajan. Istig'forni o'ziga lozim tutgan kishiga Alloh taolo har qanday torlikdan kenglikka chiqaradi, har qanday g'amdan xursandchilikka chiqaradi va kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Bu hadis bo'lsa, oyat. Nuh alayhisalom o'zini qavmiga qilgan nasihatida Parvardigoringizga istig'for ayting. Albatta u kechiruvchi bo'lgan zot. Ustinglarga yomg'irli bulutni jo'natadi.
Sizlarni moli dunyo, bola chaqa bilan quvvatlantiradi va sizlarga bog'roqlarni, anhorlarni beradi. Aytilayotgan 5 ta narsaga qaraydigan bo'lsak, bu sizlarga yomg'ir yog'diradi, pul beradi, bola chaqa beradi, bog'roq beradi, anhorlarni to'ldirib suv oqadi. Nima kerak yana? Kimga? Istig'for aytgan bandaga. Bu ko'p ishlash kerak degani emas. Rizqingizga sabab bo'ladigan ozgina mehnat qiling va Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan ishni qiling, Alloh taolo barakat ato etsin. Va aytilindi, fahlaknahum bizunubihim dedi Alloh taolo Qur'onda. Bir qavmga balo kelib ularni Alloh taolo yo'q qilgan bo'lsa, yer yuzidan ketkizgan bo'lsa, bu ularni qilgan gunohi sababli bo'ladi. Shura surasida marhamat qiladi: "Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer." Alloh taolo sizdan bizga hayotimizda bo'layotgan yoqmaydigan ishlarni boshingizga tushganda qayerdan kelganligini aytayapti buni. Sizlarga qanday bir musibat yetsa, o'zingizlarni qo'lingizda qilgan ishinglar sababli yetadi. Biroda haqorat qilamiz, so'kamiz, biroda haqqini yeymiz, namoz o'qimaymiz, gunoh qilamiz. O'zingizlar qilgan gunoh tufayli musibat keladi. Yana deyapti Alloh ko'pini kechirib turaman men. Agar Alloh taolo 10nida hisob kitob qilib, har bitta qilgan xato gunohimizga jazo berganida, yer betida hech kimni qoldirmagan bo'lardi. Insonlarga keladigan musibat yoki balo aytdik, o'zlari qilgan gunoh tufayli. Imom Zahabiy keltirgan hadis, Sulaymon ibn Davud alayhissalomlar davrida Sulaymon alayhissalom yeriga bir qurg'oqchilik keldi. Shunda Allohdan yomg'ir so'rashlik uchun chiqib namoz o'qigani chiqib ketayotganlarida yo'lda bir chimali ikkita qo'lini osmonga ko'tarib turganligini ko'rishdi. Sulaymon alayhissalom bo'ldi, qaytaringlar, duolar ijobat bo'ldi dedi. Innama tunsaruna bi du'ai du'afaikum. Sizlarga g'alaba, sizlarga barakot, sizlarga Allohdan yordam ichinglardagi zaif kishilarni, kambag'al bechora kishilarni duosi tufayli keladi. Ibuni inda du'afaikum dedi Alloh taolo hadis qudusiyda. Meni roziligimni ichinglarda zaif bo'lgan kishilarning oldidan qidiringlar dedi. Beva bechoralar, yetim yesirlar, qo'li kaltalar, kasalvandlar, muhtojlar, shular sizning haqqingizga duo qiladi, keyin mushkullaringiz oson bo'ladi. Biz mushkulimizni oson qilish uchun shu mushkullarni oson qiladigan odamni ko'tarib boramiz. Mana olib qo'ying, ozgina nima qilib bering, mushkulni oson qilib qo'ying. Falonchiga uchra, o'sha ishingni to'g'rilab beradi. Hech kim aytmaydiki, to'xta. Sen bir Allohga bir xayr ehson qilib, yetim yesirni boshini silab, musulmonlarning qalbiga xursandchilik tegizib turib, shularga haqqiga duo qilib, meni haqqiga duo qilinglar deb. Yo biz moddiy tomonga ko'p o'zimizni e'tiborimizni qaratib boramiz. Shimalanimda nima deb duo qilgan edi? Allohumma inna bala la yanzuru illa bi zanbin va la yurfa illa bit tawba. Shimali qo'lini osmonga ko'tarib duo qilyapti. Parvardigora, balo faqat gunoh tufayli keladi. Faqat tavba bilan qaytadi bu balo. Parvardigora bizga rahim qilgin deyapti Shimali. Odamning bolalari qilgan gunoh tufayli bizni balo halokatga so'rmagan. Mana hadisda keladi, ko'pchiligimiz eshitganmiz. Kemaga odamlar chiqdi. Kim quyiga tushdi, kim o'rtasiga o'tirdi, kim tepasiga chiqdi. Tevaga chiqib suvolib tushishlikdan erikkan pastdagilar, "Kelinglar, mat teshib olamiz" dedi. "Teshib olaylik, chiqib tushib yurmasa, mana shu yerdan suv olaveramiz" dedi. Tevadagilar aytsa, "Aytashaversin. Biz tevadamiz" desa, teshib olgandan keyin hammasi cho'kib ketadi. Agar ularni qo'ldan to'xtatib, bunday qilmanglar deb tiysa, hammasi manzilga yetib borgandek, biz oilamizda 4 ta uka, 5 ta ukadan 2 tasi harom ish qilayotgan bo'lsa, shu xonadonga bir balo kelsa, hammasi yoppasiga yopishadi. Agar tiyib olsa gunohdir, bu balo bizdan nari bo'ladi. Demak, men qilmayapman, men boshqalar bilan ishim nima deydigan bo'lsak, biz xato qilgan bo'lamiz. Tavakkul xususida Imom Alboniy bu hadisni mana sahih deydi. La annakum tatawakkaluna ala Allohi haqqa tawakkulihi la rizqtum kama tuzaqut tayr. Agar sizlar Allohga haqiqiy suyana olganingizda dedi Rasululloh. Suyanish nima edi? O'sha rizqingiz kelishiga sabab bo'ladigan mehnatni qilasiz, natijasi haqida g'am qilmaysiz. Nima bo'larkin demaysiz. Natija haqida g'am qilmaysiz. Qilib bo'lgandan keyin Allohga topshirasiz. Yukni aytilgan sezonda, aytilgan fasonda olib kelib qo'ydingiz, vaqtida yayib qo'ydingiz, chiroyli muomala qildingiz, endi sotilarmikan olib kelgan tovarim deb o'ylanishingiz tavakkul qilmayotganingizni bilasiz. Siz o'zingizga bog'liq bo'lgan hamma sababni qildingiz, endi g'am qilmang. Agar shunday qilsanglar deydi, haqiqiy tavakkul qilishni bilsanglar deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qushni qornini to'yg'izgandek Alloh qoninglar to'yg'izadi. Qush ertalab uydan qonni olib chiqib ketadi, kechki payt albatta qonni to'q kiradi.
qishmi, yozmi, bahormi, kuzmi farqi yo'q. Chunki bu faqat tavakkuli bor va rizqiga sabab bo'ladigan ikkita holatini qoqib chiqib ketishi bor. Agar qushni qornini to'g'iz ekan Alloh, biz tavakkal qilsak, biz rizqimizni bermasmikin? Mana quyida Ibn Jarirda keltirilgan hadis ekan, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Tuwfiya ghaniyyan wa faqiran. Faqala Allohu ta'ala li ahadil ghaniyyayn ma qaddamta li nafsika va ma tarakta li ayalika." Payg'ambarimiz aytayapti: ikkita boy o'ldi, ikkita kambag'al o'ldi. Alloh taolo boylardan bittasiga aytayapti: "Ey banda, mana shu kuningga, Allohga ro'baro bo'ladigan kuningga nima olib kelding o'zingga va bola chaqangga nima tashlab kelding?" Diqqat qilaylik biz. Nimaga yuribmiz ko'chada? Bola chaqada yuribmiz. Eshitib turaylik. Parvardigor dedi: "Meni va bola chaqamni sen o'zing yaratding. Rizqimizni o'zing yaratding. Yer yuzida jamiki o'malagan jonivorning rizqini kafilligingga olding va aytding: kim menga chiroyli qarzi hasana berib turadi deding. Parvardigor bori burdimi, senga qarzi hasanaga berdim. Qiyomat kunida shu kunda ko'paytirib berishligini tushundim. Ya'ni bola chaqam mendan keyin nima bo'lar ekan deb g'am qilganim yo'q. Oxiratimga o'tkazdim, ularning rizqini men beraman deganingga ishondim" deganda Parvardigor aytdi: "Banda bor" dedi, "boraver" dedi. "Sen agar meni huzurimda sen uchun nima tayyorligini bilganingda, sen ko'p kularding, yig'lashding." So'ngra ikkinchi boyni olib keldi. Ikkinchi boyga: "O'zingga shu kuning uchun nima tayyorlading? Farzandlaringga nima qoldirib kelding?" Har ikkisi aytdiki, ikkinchi boy: "Parvardigor, bola chaqam ko'p edi. Mendan keyin kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqdim." Deganda Alloh taolo aytdi: "Axir ularni ham seni ham men yaratmadimmi? Yer yuzida o'malaganki janovorning rizqi meni zimmamga demaganmidim? Mendan keyin och qolib qoladi deb o'yladingmi? Rizqini kafilligingga oluvdim-ku. Bu biz haqimizda. O'zi hozir topib qo'yganingiz yetadi. Lekin nima deysiz? Nevarangizga ham olib qo'yapsiz. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqdim" deganda Alloh taolo aytdi: "Sen qo'rqqan narsa yetdi bolaring dedi. Mendan keyin bola chaqam qiylanmasin deb turib, oxiratga bir tiyin, bir chaqa sarflamasdan faqat dunyoga sarflab bola chaqasiga qo'yib ketayotgan odamlar bo'lsa, yaxshilab eshitib olsin. Sendan keyin shu faqili yetdi ularga" deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda shu mashhurda bir o'rni keladi. Farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan ota deydi payg'ambarimiz. Hozirgidaqa hamyoda qoldirsin degan emas. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi kifoya qiladi deydi. Million topsin, million topmasin, qoldir sarflasin, Allohdan qo'rqib yashasin. Eslaylik, Musa va Xizr alayhissalomlar birga sherik bo'lib ilmdan o'rgangan yurgan paytda 3-qissa nima edi? Kemani teshib qo'ydi, bitta bolani o'ldirib qo'ydi, yiqilib tushgan devordan nima qilib qo'ydi? Nimaga deb so'raganda, bu devor ikkita yetim bolani devori edi. Devorda tagida xazina bor edi. Agar xazina yana devor yiqilib ochilib qolsa, yetim bolalar xazinani himoya qila olmas edi. Endi shu yetimlar katta bo'lib, kuch-quvvatga kirib, xazinani o'zlari chiqarib olishligi uchun Parvardigorning devorni tikka qildirib qo'ydi. Nima sabab desa, fakana abuhuma solihah. Ota-onasi yaxshi odamlar bo'lgan edi. Shuncha o'lib ketgandan keyin yetim bolalarning pulini Alloh birovga bermayapti. Bizda bormi shu sifat? Bu aytayapti. Bola chaqam mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasdan qo'rqdim dedi, kambag'al qilib qo'ydim men ularni deydi. Siz qoldirib ketganda bitta o'tarib nol bo'lib qolishi mumkin. Bir qimorga boy berib nol bo'lib qolishi mumkin. O'g'ri olib nol qilib qo'yishi mumkin. Siz o'zingiz haqingizda Allohdan qo'rqing-da. Sizni omonat bolalaringizni Alloh taolo hech qachon zoya qilmaydi. Yo ishonmaymizmi bunga? Yana ikki xil boy. Bittasi, Parvardigor mendan keyin ular rizqini ko'radi dedim, oxiratimga sarfladim. Bunaqa ota-onaning bolasi xor bo'lmaydi. Chunki Allohning yaxshi bandasini bolasi xor bo'lmaydi, Alloh xor qiladi. Ikkinchisi, mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb oxiratga o'tkazmasdan tiqaverdi, yegizaverdi, ketgandan keyin nol qilib qo'ydim deydi. Bu ikkita boyda holat. O'lgan kambag'allardan biriga Alloh taolo xitob qildi. Ey banda, shu kuningga nima tayyorlab kelding? Va bola chaqangga nima tashlab kelding? Kambag'al qo'lida hech narsasi yo'q. Bu kambag'alning gapini qarang. Xalaqtani sahihan fasihan va allamtani asma'aka va du'aak. Parvardigor meni qo'l putimni sog' qilding, aql hushimni joyida qilding, o'zingni ibodatingni o'rganding, duolaringni o'rgatding, ismlaringni o'rgatding. Agar sen menga nariga odamlarga o'xshab dunyoni ko'proq berib qo'yganingda, seni ibodatingdan mashg'ul bo'lib qolardimmikin? Parvardigora, men sendan roziman derasan.
Diqqat qilamiz, qo'l putim sof, aql hushim joyida, o'zingni tanitding, ismlaringni o'rgatding, duo qilishni o'rgatding, ibodatni berding. Agar ko'paytirib qo'yganingda Alloh qo'ymadimikin? Men seni shu faqat hayotimga roziman dedi. Parvardigor nima dedi? Bor dedi. Men sendan roziman. Agar sen meni sen uchun tanlab qo'ygan narsamni bilganingda ko'p kularding, oz yig'larding. Endi ikkinchi kambag'alga keldi. Bu ham haqimizda. Alloh shukr qilish kambag'allar kam. Albatta shikoyat qilamiz nimadan? Na savoqqa ko'nalasan, na azoqqa bo'lsan. Ikkinchi kambag'alga Alloh taolo uch savol beradi. Shu kunga nima tayyorlab kelding? Bola chaqangga nima tashlab kelding? Bu haqiqat. Desa banda aytgan Parvardigor, menga nima berding sen? Bu yerga Parvardigor bola chaqaga qolgan. Bu ham kambag'al. Faqat nimaga qarayapti? Shunda Alloh azza va jalla aqlingni sof qilmadingmi? Qo'lingni sof qilmadingmi? Ko'zingni ko'radigan, quloqni eshitadigan qilmadingmi? Banda shunday so'zlardan bor shular. Parvardigordan chiqarib qo'ymasang, nima qilishni deganda, men ham sendan chiqarib qo'ydim. Agar sen men huzurda senga talab qilgan narsani bilganda, ko'p yig'lab o'tgan bo'lardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'llab ketishadi. Hazratlar qachon Abu Bakr bilan bir savob ishni musofalarsan doim bermay ketaverdi. Mana shu sabablar ko'rsatilganda muayyan bir ishlar ketishadi. Abu Bakr siz nima olib keldingiz dedi? Bor uchun olib keldim. Oilangiz nima qoldirsa, Alloh va Rasululloh qoldirdilar. Chunki men ketgandan keyin ularga qonun to'g'rilgan emas. Alloh turib Allohga qarzini beryapti, bolalar kashada qolgan. Biz nimaga ishonamiz, nimaga ishonamiz. Ertaga mana shunga kelyapti. Mana shu to'xtadi, ikkita bola, ikkita kambag'al. Bu ikkita kambag'alga bittasi rozi bo'lyapti hayotiga, Alloh rozi bo'lyapti. Bittasi norozi bo'lyapti, Allohdan norozi bo'lyapti. Rozi bo'lgandan keyin rozi bo'lmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo qaysi holatda bo'lishini nazar bergan kunga rozi bo'lib yashashgan bandalardan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.